Yine bizim uşağı Abdullah Yemer yani bugün sabah yine şu oyun oynuyoruz. Ben yaşıyorum oyunlarından bittesi bu. Ben çok oyun oynayayım. Yine oynuyoruz. Ben önce video olmadım. Ayrıca sebep var. Hemen pasak istiyor. Burzunucu. Burzunucu Karabukları ikinci kısmı Howard çıkıp geliyor. Devirme başını alamadım mı mesela? Ya aytgan Oqsanov kim aldı? Kommentariy yozib ketsin. O'yin boshlandi. Salah Pirlo Oqsanov qani? Oqsanov qani? Qarshi hujum. Qarshi hujumga qoldi. Oqsanovga o'tirsam. Oqsanov yuya ko'tarib berganda. Ya ben jin emasman. Pas Larsen, pas Cristiano Jarzinho'ga pas. Vay! Pas qattiq ketdim, men sekin yugurdim nos. Mana. Bo'lar ekan. Endi top Jarzinho qo'llash kerak. Pas Wilsonov yo'q. Meqa Cristiano top bal right qildim yo'q. Bunu bu balada ham Oqsanov bor. Demak O'zi emas, not o'zi beradi. O'zi emas. Endi oldim Oqsanov. Oqsanov top qo'ydi. Jorginho o'xshashgan qanot tezigan ran ekan. Ronaldo kimga raba olishim kerak edi? Kimga tavsiya qiladi? O'shanlarni. Yo'q. Penaltida. To'g'rimi yo penalti emas ekan. Ayog'ida yiqitgan penalti bo'lib kerak. Mana Maloniga kimga qo'ysa bo'ladi? Bash yaramas sondiga. Pirlo Vartar нормальный, striker bo'lsa ham Vartar. Striker o'ynagan bo'lsa ham. Keyin qaysi o'yin bo'yicha kontent olib boray yana birga boradi Salah. Birus 11. Adashmasam. Omad kelmadi bu pakdan. Kelmas keldi. Bitta Bruzuni kishi uchun ko'chdi. Keyin shu bo'lmagan o'yinchi ketdi. Kim match o'ynasa videolarimda bor. Cross Pirlo'yi albatta buni revenge bor hali. Ketdi. Nikin ajoyib deydi. Gol. Xolos. Salah Husanov bo'lsa manaki yo'rar bu pas beradi desam pas ham bermadi. Bechora voy. Iniesta top. Endi ortga qaytarish kerak. O'sha Dumfries. Нормальный. Bunday yaxshilar bormi? Alvaro Carreras, Pirlo, Kroos, De Bruyne, Iniesta, Salah topni egallab oldi. Salah.
Top endi Colville qarshisiga pas berildi. Vini kirib borishga harakat qilyapti. U Larsonga pas berdi. Larson Cristiano Jorginhoga voy. Alda bu yaxshi. Double tap. Shoshilinch daqiqa ishlamsam bitta gol urib qo'yishim kerak. Bular urib qo'ysam mana yetkazib endi urmasak bu meni. Yo'lingda shunchasi nima qilish bilasan? Avun tashlab bering yaxshi. Yo'lingga tashladim xolos. Yo'lmas ekan. Iniesta shtrafmasa? Yaxshi, shtraf penaltiya. Penaltimi? Penalti berilsin. Penalti. Urolmasam-a? Aura booster. Oui. Birtakimida varatar. Turolmay qoluvdim shuni varatarini. Top Jorginho to'pni egallab oldi. Jorginhodan zarba. Shu paytda ishtirokni bo'lgan paytda opponentimiz, ya'ni raqib jamoamiz chiqib ketdi. 900 say deganini tushib ketib qoldik. O'yinni tezroq to'pni olish kerak. Ana. Not uzib o'zbek emas. Not uzib normal. Legendary tur. Voy 3 ga chiqish kerak edi. Keyin yana bir marta o'ynaymiz. Danat qilaymi yo'q qilmaymi deyman. Danat servis olish kerak. Legendary tur. Keyin men bo'ladigan o'yin El Clasico ham yaxshi normal. Fuker, Rivaldo, Rafinha, Alisson. Bizning jamoaga teng kelolmaydi, nima bo'lsa ham. Rabayim unutdim. Nimaga omadim yurishmadi? 111 edi aytgancha balki. 111 edi. Arina qanday tushib qoldi. Biladi, kim bilar. Men bilan Rivaldo birga o'ynayotgan Husanov to'pni qaytardi. Rafinha to'p tepdi. Varatamonimiz o'ynayapsan sen. Rafinha El Clasico'da ko'ramizmi? Mark Casado ishtanka. Uglaga chiqmadi. O'z bitta zo'r taraf bor ekanlar. Basha polada pushkas qani. Bir tep qattiq ketdi. Tepadan pas berdi. Shu qo'llas mashinada turgan paytda. Bunda nima deydi? O'zi pushlarni ko'rsatayotgandek ketdi. Pushga tepyapti, men tepmayapmi? Shuni tushunmayapman. Saf kuchingni ko'rsat. Давай. Bratishga os pushga ko'rsatma. Wow, ozgincha bu yoqqa burilib ketdi. Darvozaga qarab tepmoqchiyim. Ko'p sayganmi? Yashay 118. Men 117. Alissonga. Veron Colville bilan uchrashuvi. Colville. Tam fresh. Normalmi? Normal emasmi? Vratar. Rahmat. Jorginho top. Endi Jorginho bo'lsin. Yo'q. Jorginho.
Agar shunaqa to'g'ri aytdimmi? Real menim даже banana gaming. Kim taniydi? MFK Mobile bo'yicha kontent olib boradi. 300 mingdan ko'p obunachisi bor. Uncha emasmidi? Wow, bekor chiqdi. Pas beradi deb o'yladim men. Bermadi. Hozir ko'rsataman. Qanaqa gol urish kerakligini o'zim aytaman. Ko'rsataman, beraverman. Pushka bo'yicha uncha urolmas ekan. Speed. Shtrafmasmidi? O'sha voy. Mark Casado chiqib ketib turaveradi, qarash. Ana 9 ga saylan. Rostdan to'chining. Zarba. Da, to'g'ri. Ko'rmab. Men umuman kelmaydi Open Pakra bo'yicha. Omadim keyin shu Cristiano, Walker, lekin Alvaro Carrera sotiladigan tushib qolgan. Mana shu legendarni yetchi deydi. Nechga chiqdim bilmadim. Pak ochdim-da, yurib ketdi. Ispaniya Real. Yos. Keyin sotilgandan kim tushdi? Sotilganda shu Balandaran Benzema tushdi. 1 milliardlik. Sotolmadim. Keyin menga bu bitta pak ochdim, Benzema tushdi. Sotilmaydi. Lekin xolos game'ni eng ko'p ishlatadigan men bo'lsam kerak. Bilmagan holimda. Yigirma Joao Cancelo. Uy. Sen 6-daqiqada bitta gol urish kerak edi. Men vaqtga qaradim, lekin to'pga qaramadim. Sanafda pas ber. Voy, qanaqa? To'p ushladim. Chiqib qo'shib bersa bo'ladi 3 minut, 4 minut. Hamadan kelmay qoldi. Yana bir marta o'ynab qo'yamiz. Sizlar bilan shu joyda xayrlashamiz.